Tak, hechkim menda biror narsa bormikan? Nuda, mana bu yerda bor ekan. Shular bilan men oziqlansam ham bo'laveradi, bola. Tak. Endi men mana bu narsalarni olib olaman va огородdagi ishlarimga otlansam ham bo'laveradi, bolalarga. Ana endi biz telefonim va boshqa narsalarni ham olib olgan holda qolgan narsalarni endi men bitta kartoshkani shunday qilib yeb olsam va biz огородdagi ishlarimizga chiqib ketayapmiz. Tak, вообще kayf qilib mana bu kartoshkani yeb. Tak, endi men mana bularni qolganlarini ham yig'ishtirib olsam va Jitil kelib bir narsa demasa bo'ldi, chunki men Jitillarning gapidan bezor bo'lib ketganman. Tak, endi men qolganlarini ham qo'yib chiqib olaman va hammasi yaxshi deb o'ylayman. Sizlarga cho'pinchilar yaxshimi? Agar sizlarga ham yaxshi bo'lsa, men undan katta baqirib vaqt chaqirib o'tdi, общаться ketayapman, mix-up. Вообще, обожаю, брака, да, вала, говорит, вообще, вообще, когда нашел микс-то, ворами то пойду. Endi men mana bu ishga bo'lsam, mayda baqirib ketdi. Voy, вообще, o'tib olsam, baqi. Mana bu buzilib qolsa, endi tez, tezroq, bo'ldi, mana bu yerda hech kim xizmatga qilib qo'yman, bo'ldi. Tak, chiqib olamadimki, yo'q. Mikser motorlar qilib turibdi ekan, nima qilyapti ekan, bir chiqib ko'rmasam bo'lmaydi. Tak, tezroq mana buzilib qolsa, endi men eshikdan sig'mayapman. Qo'llarim buzildi. Tak, endi nima ushbu kerak deyaptimi? Voy, mana bu bizga kelmayapti, mayli. Tak, qani, ana u yerda Jitil chiqibdimi qani? Nimadir menga gapirsa kerak. Nima gap Jitil, nima gap so'msan? Да, Mix qarasa, короче, biz qishloqqa millionerga o'tgan xabar bormi? Yo'q, qanaqa millioner kelyapti? Menga tushuntirib ber buni. Короче, tushuntiradigan bo'lsam, millioner bizning qishloqqa kirib yashamoqchi ekan. Shunga nima deysan, sening izohlaringni bilmoqchimiz. Nima deydi? Menga farqi yo'q. Bu qilibdi, seni fikringga qabul qildim, men o'sha kirib ketdim. Tak, bunaqangi Jitillarni tushunib bo'lmaydi. Kelishadi-da, bittada bir sekund ichida gaplarni gapirishadi va уже ketib borishadi. Hozir men eshitgan gapim, hozir bitta millioner kelayotgan ekan, o'shani eshitgan gapim shu bo'ldi xolos. Keyin fikrni aytdi-da, xo'p deb aytdim. Короче, menga farqi yo'q. Kim keladi, millioner keladimi, bu meni qishlog'im emas. Yo'q, hali вообще bunaqangi memlaring bilan. Videoni davom ettiramiz. Tak, endi men ikkinchi огородlarimni yig'ishtirgani ketsam ham bo'laveradi. Tak, qani. Hammasi tartibi normalniy. Tak, qani. Tak, qani. Mana bularni hammasini yig'ishtirib olsam va yana boshqatdan qo'yib chiqishimga to'g'ri keladi. Tak, qani. Va mana bu yerda ham bir dona qolib ketibdi. Tak, qanaqa nima bo'lyapti bu yerda? Tak, mana bu nima ekan? Men tushunmayapman. Mix, qara. Mana. Shunaqa millioner kelayotgan xabaring bormi? Ha, ana o'sha Jitil ham shuni gapirib turgan edi. Menga nima farqi bor u millionerlar kelishini? Senga farqi yo'q, mayli men ketdim. Yes, millioner kelar ekan, yes. Bo'laman, Jitillar g'alati bo'lib qolganmi? Hammasi qanaqadir. Men silishga juda bo'laman. Mayli. Hech qaysiga e'tibor bo'lmagan holda yana ishimizni davom ettira qolamiz. Qani. Tak, hammasini почти men yig'ishtirib bo'ldim. Ana Jitillar millioner kelar ekan deb ish ham qilishmayapti. Pul berishadi menga millioner deb. Mana berishadigan sanlarga pul. Rasmiy bekorga berib ko'rishlarmidi? Stop, qancha millioner unga ularni o'ziga jalb qilib olib, bir nimalarni boshlasachi millioner, yana o'sha qishloqning jindicha sakuvchi ishlari boshlanib ketadi va
qishloqlarni o'ziga tortib ketadi millioner. Buni men aslo xohlamayman va mer ham aslo xohlamaydi. Xo'p, agar mer ham shunga tortilib ketsa-chi? Ну, в принципе, menga farqi ham yo'q. Qishloqni bitta o'zim qo'riq olayman, chunki meni davolatagi kuchim bor. Вообще, Why can't bisa kalau wanda nama kata kasih kami ini apa ini semua kira-kira ini kan biliran kita tidak kunku biliran akan takut sekarang Tak. Nama. Bila nama mereka bersebut tak. kalian benar kalian semua betul kalian karena itu untuk melakukan biasa kok kira Qo'sh qanaqa millioner yana men tushunmay qolyapman hozir. Voy, men hech tushunmayman. Bu qanaqa millioner bo'lishi mumkin axir? Tak, biror narsa o'ylab topish kerak. Bu millionerga qarshi, no, lekin meni qo'limdan hech narsa kelmasligi yomon-da, borku. Mayli, biror narsa o'ylab topamiz, men ketdim bunaqada uyimga. Tak, ana endi biz biror narsa o'ylab topishimiz kerak. Bu millionerga qarshi. Tak, bolalar, ungacha sizlar like bosib kanalimga obuna qo'yishni unutmanglar. Bu ya'ni shu ishlarni hammasini qilib turishga ulgursanglar bo'lgani va men qolganidan muammosi yo'q bolalar. Yo, shopda ham millionermi? Bu millionerdan osh zerikib ketdimi? Millioner kiyovlar akamizni qishloqqa o'z birinchi marta kelishi, no mayli, e'tibor beramiz. No mayli, e'tibor bermagan holda biz yana kompyuter o'ynashimizni davom ettiramiz. Yo, lekin rejistarlarning gapi to'g'ri bo'lishi ham mumkin. Millioner kelib bizani qanaqadir qishlog'imizni buzib tashlashi ham mumkin yoki o'ziniki qo'yishi ham mumkin bizani qishlog'imizni obunachilar. Ammo bag'i ham bor. No, hammasiga chidagan holda biz yana o'sha qishlog'imizni ko'klatib, yashatib yurishga harakat qilib ko'ramiz. Albatta, sizlarning yordaminglar bilan bu hammasi bo'ladi. Albatta, sizlar so'rashinglar mumkin. Biz qanaqa yordam berishimiz mumkin desanglar, sizlar bitta kanalga obuna qo'ysanglar, bo'yani. Ya'ni o'sha ham o'zimning Telegram kanalim. Qo'shni shopdamisan? Alo, qo'shotdamisan qo'shni? Kilometer mix kilometer sa kerak demagan hozir как раз Jitel kiraveraymi? kilometer mix kilometer Yo, WhatsApp Jitel, nima gap? Sen savollaring yaxshimi? Bo'ptimi ishlar? To'ta o'zingdachi mix sen yaxshimisan savollaring yaxshimi ishlar ketyaptimi Ну да, нормальный, o'zingdachi qanasan? Aya bo'lishyaptimi короче nima gapim mix manda san gapni tezroq gapirsa va tezroq yotib uxlar edi Bo'ldi, baqirib tashlashim shart emas. qarang gapi boshqa bo'lmagan holda biz san bilan millioner haqida gaplashib ko'rishimiz kerak короче san millionerga qanaqa nima qilyapsan qanaqa reaksiya bildiryapsan shuni menga aytgin keyin man senga unisini aytaman qo'yaverdi Men короче qarshiman Jitel. Men вообще qarshiman. Senga aytaman, qarshiman. bo'ldi sanab kiraman o'zim ko'rib bo'ldi va короче uyga qarab surishing mumkin Jitel nima deydi Bo'pti, unaqada men Jitel, men uyimga qarab chiqib ketyapman. Senga yaxshi hordiq va yaxshi dam olishingni tilab qolaman millionering bilan. Pashol короче bo'ldi. Tak. Kompyuterda nima gaplar ekan, ya'ni notebookda nima gaplar ekan. Yana millioner o'sha kelishi kallanga. Hali bu kevaversin, kallasiga короче nima qanaqadir ovoz kelyaptimi? Qayerdan kelyapti bu ovoz? Men tushunmay qoldim. Qani. Bu ovoz qayerdan kelyapti ekan? Ertadan kelyaptimi? Yo'q. Bu aniq ertadan emas. Mana biz o'zi Meksika shog'iga kelib qoldik. O'zi zirishlar lekin ichidagi odamlar to'ppa ekanlar-da. Shunaqangi to'paylarni Tak. Kim keldi ekan bizning qishlog'imizga? Qiziq. Menimcha millioner kelgan bo'lsa kerak. Yo'q, men ko'zlarimga ishonmayapman. Bu millionermi? Nima? Men chiquncha yo'q, baribir kelar ekanda bu millioner deganlari. Burun yo'qlasang quloq ko'rinadigan gaplar shu rost bo'lsa kerak menimcha. Oy, buzilib ketib qoldi. Uzr, bu videodagi xatoliklar uchun kattakon uzr so'rayman sizlardan obunachilar. Qani men bratishka bilan gaplashib qo'yichi, maka bratishka. Sen kallangga tuyog'im sani. Nimaga ham kallaysan millioner boshqa so'rashim qarab tur. Assalomu alaykum millioner, kimsiz? Juda bo'ladi, qallaysan? Millioner, no. Xo'sh, qallaysan, Mix? Yashamasan? Unda bo'ladi, judasi bo'ladi. Qara, sen qishlog'ingni bizda yashamoqchimiz, shunga joy bormi? Yo'q, qishloqda joy yo'q edi-ya. Endi nima qilamiz ekan? Mayli, mamasiz. Shuni kelishib Oppana, o'zlari kelishdi. Qani, mir.
Qochibdan mix bilan gaplashishga gapirib boring demak, qochibdan. Okey, qochibdan. Okey, qishlog'imizga yaxshi kelibsiz. Bu bizdagi 66 qishloq millioner. Bu qishloqda siz o'zingizga ko'p do'stlar va uyingizga qurib mumkin. Bitta menga pulingni qishloq o'ynab kelamiz, просто menga qishloqni chatsang bo'ldi, mana qolagan pulingni beraman. Qo'lishdingmi mer? Bo'ldi. Yashab qolasan mana qishloqda. Bo'ldi. Hali hamish. Bo'ldi, rahmat sizga. Mer, nimaga ularga yashashga nima berding, shans berding, ey? Men mashkaraga ular kelib o'z butun qishloqni egallab tashlaydi. Qanaqa bir toshlarni egallab tashlaydi? Bilaman tashlarini. Ну, okey, bo'ldi. Agar qishloqqa bir narsa bo'lsa, sizni qishdan qayda boramiz? Tak. O'zi mana sizlar o'zbekistonda qishloqqa qancha bo'ldik. Menimcha bu normalniy qishloq, lekin bu qishloqni biz o'zimiznikiga qilib olishimiz kerak. Qayerga bo'lsalar, niyə qaytlarim вообще. Baribir men bu qishloqni o'zimga qo'ymayman. Qani bu qishloqni mera qo'yaylik ekan. Menimcha ana ikkita yashasa kerak. Chunki ular gadoy qishloq. Katta bu yerda emas ekan. Millioner menimcha ana uyda bo'lishi kerak. Böyle kirlerin bir kirlerin kırıcı. Ne belki beni yaşamasan. Nega millioner qalaysan, sonlarni yaxshimi? Nurda chidasa bo'ladi o'zing. Nurda bo'ladi chidasan. Qarashing, maqsadga o'ting. Nurda maqsadga ko'targan bo'lsam qishloqimizda nima deydi, yashab qolmoqchimiz. Ya'ni biz bu so'zlar mer bo'lmoqchimiz. Nima deysan shunga? Yo'q, faqat bu emas, millioner men bunga rozi emasman. Nima lozim bo'lmaysan? Rozi bo'lishing kerak emasman, men seni qiymat beraman. Bir narsa qilib tuhmat qilib qiymat beraman. Yo'q, bo'pti, men bunga narsaga roziman. Qarashing, qancha pul xohlaysan? Men olmayman stak. Bo'ldi, mana, ol, mana. Xohlagancha ol, mana. Bir stak oltma senga pul ham beraman, hozir mana. Yetadimi shuncha pul? Qarab tasrif ko'ryapsiz. Wow, yetadi qilishdi. Bo'ldi, gap qotirmasdan basiz o'tib ketaman. Qani haqiqiy ekan. Loh. Tak. Ishqilib men unga yo'q javobini bergan bo'lsa bo'ldi. Chunki biz qishlog'imizda aylanib qolamiz unaqada axir. Qani ishqilib, merdan men xavotir olyapman qishlog'imizdan ham. Yo, men unaqa to'ppoy emas. Bizning qishlog'imizdan bittaga aralashib unaqangi 3 stak pulga. Yo'q, men merga ishonaman, qishlog'ni aralashib emas u pulga. Yo'q, endi qishloqli nima deyman? Tak, men endi nima qilsam bo'ladi? Tak. Nima deydi? Bolalar sizlar ungacha o'ylaganimcha sizlardagi postkaramga o'rnab qo'yishni unutmanglar va kommentariyada o'zinglarni izohlarini yozib qo'yinglar bu video haqida va jitlar haqida ham va millioner haqida ham. Nima deydi? Men уже 1 soatdan beri o'tiraman kompyuter oldida. Endi bitta ko'chaga chiqib kelaylikchi. Mana bitta men buga ishonmayman ko'zim. Voy, nima bor? Tan ko'zimga, alo. Yo, o'sha aytgan narsam yana hayotdan kelar ekanda, what the hell. Mana millioner kelibdi-da baribir ham. Menimcha yana o'sha pulga alishib o'rganmiz qishloqni menimcha shunaqa bo'lsa kerak menimcha bolalar. Liba pulga alishgan, liba boshqa bir narsaga alishib o'rganmiz qishloqni. U o'zi bilmagan holda pulga alishib o'rganmiz qishloqimizni. Mayli, nima bo'lganda ham biz hozir borib millionerni asabiga yetib ketishimiz kerak. Assalomu alaykum, tuzumsizlar. Orqaga kelmang, orqadan qoching deyman sizlarga. Millioner bu yo'q. Bo'ldi, jo'rtirish shart emas. Millioner bo'lmadi, men millioner shuni olay yo'limda. Men sizga naraman, millioner yo'q deyman. Men sizlarga nima qilaman? Prosta menga millionerlarni chaqirib beringlar, men unda bir ikki og'iz gapim bor. Shuni gapirib olib ketaman. Bo'ldi, sizlar bir tilligi, bir tinga qilgan narsalar kerak emas menga. Bilmayman, sen bizga diskga ketibsan o'zingchi. Sen gapiraman. Xohlaganimcha gapiraman, короче. Nima, menga millionerni chaqirib bersan, men ortiqcha gap menga kerak emas. Bitta kaltida uxlaydigan bo'lasan. Oyi, millioner chiqing bu yoqqa, bitta chort kelib qopti bizani oldimizga. Sizlar nima mana sizlar, sen millionerni o'zi qani ko'rmadingmi? Nima gap, men qaraysan, sen unda bo'ladi millioner qarang, короче, nima bizani qishlog'imizga sizga olib kelishgan yo'q. Yo'q, qolmayapti. Bu mix o'zidan ketib qolibdi, bu qulog'ini tortib qolmasam bo'lmaydi.
Nima? Sen bana kulağını tut koy sen bana. Koy ofitsiant koçing koy nima deydi? Mix koçing. Nima ofitsiant bo'lib qoldi mahalla bola. Buni ko'rsam sana bilan. Millioner shkolaga hali kallangga ittaraman seni. Shkolaga sen hali ko'ramisan. Kim men bilan meni qishlog'imga kelib egasilik bo'lishini ko'ramiz. Mana degan bu. Men bu Şimdi nima qiladi? Yo'qdan ketib qoldi bu. Ham tezroq bus. Mana tindilarim endi men borib Flintstein qolib ketibdi. Oppa, mana Flintstein. Mana endi bu millioner uyini bittalab yoqib tashlayman. Assalomu alaykum. Qo'lingiz emas. Sizlarga nima farqi bor? Qo'llaringiz sani. Mana sani hamma o'sha sanani qilgan inshootlaringni qo'llab tashlayman. Kallangga oyog'imma. Portlab ketsin hamma yoq. Nima sizlarga farqi emasmi? Faqat senlar meni qishlog'imda nima qilganingni bilyapsanlarmi? Mana senlarga millaringni ham boshqani ham uyga kemalarga yo'qsalardi короче bo'ldi. Yo'qolaring o'tdan va umuman qaytib kemalaring Satma ularni yo'li yo'q bordim. Yonyapman. Mayli xo'p, ortiqcha gap nimaga yo'q degandek va biz inventarimizni clear qilib yuboramiz. Stoplar bizning biz qilganimizni sezib qolmasligi uchun. Tak, ana endi millarini portlab tashladi. Endi bilamani unga nima qilmaslik kerak menimcha. Tak, qani. Va uyga uxladi, короче, millioner ham, boshqasi ham uyga uxladi. Hali men bu Meksika ko'rsatib qo'yaman. Qanday qilib meni portlab tashlashni? Tinch va osoyishta hayot kechirayotgan joyimda mana bunaqangiz ko'chaga chiqib qolmasa yaxshi edi. Qani, yo'mayo. Men ancha zerikib qoldim. Millionerni zerikkandan keyin meni uyimni portlatishni senga ko'rsatib qo'yaman. Senga emas, meni uyimni portlatdi. Lekin menga qanaqadir asabimga tegasan, nima bo'ldi? Meni uyimni portlatishni oldi, men senga ko'rsatib qo'yaman ahvolini. Putinga kirib mana. Ana endi mana bu yerga Mix endi o'zingdan ko'l, kallayni yetib tashlayman. Shuncha bilan bilmaslik kerak edi.